Yurgan yo'lda, turganida, o'tirganida doimo Allohni zikr qilsin. İnsanın eng baxtli kuni Allohni zikrini, shukrini ado etgan kuni bo'ladi. Ota-onaning duosi pardasiz deydi, to'g'ri qabul bo'laveradi. Bir duo qilib qo'ying, bir duo qilib qo'ying deyvering. Mana shundan sizga foyda. Qanaqa sifatli insonlar endi baxtsiz bo'ladi? Ularning shu xulq-atvollari o'zlarini baxtsiz bo'lishiga, ishlari yurishmasligiga sababchi bo'ladi deb o'ylaysiz. Har doim kirish qismidan keyin nutq so'zlayman-ku. Bundan nima ma'no deyilganida qalblari taskin topadigan, hayotlariga tatbiq qiladigan asosiy ma'nolarni ochib berishga harakat qilaman. Va albatta eslatmada har bir fikr yurituvchilar uchun yaxshilik bordir. Shunday ekan, suhbatni boshladik. Assalomu alaykum doda. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Doda, yoshingiz nechida? Yoshim Xudo xolasa 64, 66, 66 da. 66 dami? 66 yoshli inson o'zini qanaqa his qiladi? Nimalar haqida ko'p o'ylaydi? Ko'proq oxiratni o'ylab qolar ekansiz. Allohning rizoligini topishni o'ylab qolar ekansiz. Ko'proq zikrda, shukrda, toatda, ibodatda bardavom bo'lishni o'ylab qolar ekansiz. Yurtimizning tinchligini o'ylab qolar ekansiz. Shunga bir ozgina bo'lsa ham shu duo bilan tinchlikni targ'ib qilishni o'ylab qolar ekansiz. Inson baxtli bo'lsin, qanaqa sifatlarga, qanaqangi xulq-atvorlarga ega bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Qanaqa insonlar hayotda baxtli bo'ladi deb o'ylaysiz? Baxtli insonni men qanday tushunaman? Baxtli inson Allohning toatida, zikrida, ibodatida xalqni manfaatini ko'zlab, bir kori holiga yaraydigan bir ozgina bir hissasini qo'shsa, mana shu eng baxtli inson bo'ladi. Qanaqa sifatli insonlar endi baxtsiz bo'ladi? Ularning shu xulq-atvorlari o'zlarini baxtsiz bo'lishiga, ishlari yurishmasligiga sababchi bo'ladi deb o'ylaysiz. Endi avvalo ko'zingizni ochgandan Allohni yodga olishingiz kerak. Bismillah bilan ko'zingizni ochasiz. Bismillah bilan ko'zingizni uyquga ketasiz. Baxtsiz insonlar deb oxiratdan umidi yo'q insonlarni deb bilaman. Allohdan qo'rqmaydigan, Allohni o'ylamaydigan, toatida, ibodatida farz amallarni bajarmaydigan. Bunaqa dunyoqarash inson yoshi ulg'aygan sari keladimi yoki tajriba orqasidan keladimi dedi? Albatta tajriba muhim. Yoshi ulug' insonlarni ham ko'ramiz. Avvalo taqdiri iloh. Alloh taqdir qilib qo'ygan yoshi ulug' insonlar ham Allohni tanimasligi mumkin, Allohdan qo'rqmasligi mumkin. Yoshiga nomunosib ishlar qilishi mumkin. Albatta tajribadan kelib chiqadi. Ko'proq ilm olsa, ilm nima deydi? Ruschasiga krugozor deydi. Insonni dunyoqarashini kengaytiradi. Har bir ishni o'ylab, yetti o'lchab bir kesib gapirasiz, o'ylab ish qilasiz. Ko'ryapsizmi, tinchlikning orqasidan mana shunday rivojlanish bo'layapti. Bir kun janjal bo'lgan uyda, bir kun tinchlik bo'lmagan uyda oqibat ketadi. Ishlar orqaga ketadi. Rivojlanish to'xtaydi. Insonning sog'lig'i yo'qoladi, halovati yo'qoladi. Kimnidirni yo'qotadi. Mana Ukrainani misol qilib olsak, Suriyani misol qilib olsak, Alloh taolo bizga nima qilib qo'ydi? Ibrat qilib qo'ydi. Shundan xulosa olsin, xulosa chiqarsin. Ota-onangiz hayotmilar? Ota-onangizning duosini olavering. Ota-onaning duosi pardasiz deydi, to'g'ri qabul bo'laveradi. Bir duo qilib qo'ying, bir duo qilib qo'ying deyvering. Mana shundan sizga foyda. O'zingizdan yosh bo'lgan insonlarga, endi turmush qurgan insonlarga yoki turmush qurmoqchi bo'lgan insonlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz hayotlarida baxtli bo'lishlari uchun? Maslahatim avvalo voyaga yetgandan keyin Allohning toati, ibodati, Allohning buyrug'ini qilsin. Allohning zikrida bo'lsin, shukrida bo'lsin. Har bir bergan ne'matini, shukrini ado etishni Alloh nasib qilsin shularga ham. Ularga maslahatim mehr oqibatli bo'lsin. Iymon e'tiqodli bo'lsin. Yurgan yo'lda, turganida, o'tirganida doimo Allohni zikr qilsin. Mana shunda baxtli bo'ladi. Insonning eng baxtli kuni Allohning zikrini, shukrini ado etgan kuni bo'ladi. Rahmat katta. Rahmat, salomat bo'lasiz, tan joningiz sog' bo'lsin. O'zidan o'zgaga muhtoj chiqmasin. Doimo zikrda, shukrda bardavom qilsin. Rahmat, salomat bo'lasiz. Rahmat katta. Xo'p, men mana buni olasiz. Xo'sh. Har doim kirish qismidan keyin deb boshlaymizmi, ha? Endi qog'ozsiz yodlash kerak endi. Assalomu alaykum. Kamerada mamish qilib, yo o'tbetga surilimi? O'rtasida turgan bo'lishim kerak-da kamerani. Chotkimi? Rahmat. Odam bez bo'lish boshlagandan keyin oldidagi odamlar baqirib qarashiga ham e'tibor bermay qo'yar ekan. Necha deydi-da? Har doim kirish qismidan keyin nutq so'zlayman, mana hozirgiga o'xshab. Bundan nima ma'no deyilganida, bunda oldingi storyimda
ertaga quyosh chiqib ketarmish degan gap yozgan edim. Mana bugun quyosh chiqib ketdi va stand-up idealini olishga harakat qilaman. Ish qilib yaxshi qotganman. Insonlarning yaxshilari o'zlariga berilgan narsadan boshqalarga ham ulashadiganlaridir. Va har doimgidek meni tomosha qilib turgan obunachilarimdan va yana qanaqa savollar qo'yish mumkinligi va qanaqa savollar insonga ibratli bo'lishi mumkinligi haqida kommentariyalarda yozib qoldirishlarini so'rab qolardim. Agar suhbatimiz foydali bo'lgan bo'lsa, sizlarni keyingi videolarimda kutib qolaman.